Если не было бы Узбекистана и Ислама Ганиша, как такового нации в настоящее время таджиков и государства Таджикистана не существовало. Шах и мат, бродарlar. Шах и мат. Все ваши ложные факты, которые похожи. Мы нашли на раскопках остатки риса и морковки. Все ваши факты. Это вот так вот. И, короче, десяточку. Если не было бы Узбекистана и Ислама Ганиша, как такового нации в настоящее время таджиков и Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq. Mana bu bitta bilan videoga ko'zim tushib qoldi. Instagramdan berilgan ekan. Mening munosabatim bunga. Bu yigit Yevropa, o'sha Kanadagami go'rdi bolaga yuribdi. Ikkita davlat, ikkita millat o'rtasida nifoq uyg'otadiganlar toifasidan. O'zi bu kishi Samarqandlik, Samarqand tojiklaridan. Endi shunaqa provokatsiya qilyaptiki, agar O'zbekiston bo'lmaganda, Tojikiston bo'lmasdi, mana bu Emomali Rahmonovni nimasini repertuarini olib qo'yapti. O'rtoqlar, millatchilik eng davlatni yimiradigan narsa millatchilik. Tojik og'aylarimiz bor, do'stlarimiz bor, quda andamiz bor. O'zbekdan quda anda qilishgan. Tojikistondan ham hozir bitta nima karikatura qo'ygan, she'rda Emomali Rahmonov nimani shaqalni nimani bizani nimaga o'xshatgan. Bu konkretni provokatsiya bu. Like bosamiz. Konkretni provokatsiya bu. Bu chet eldan qaysi bir rahnomasidan katta pulmi, bironimi olib qo'yib, o'sha O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasiga yoki mana hozir Qozog'istondan chiqyapti, Qirg'izistondan chiqyapti. Bular hammasini ildizi bir bularniki. Kattaroq summa olib, ikkita davlatlar o'rtasiga nifoq o'rnatmoqchi bo'lyapti. Biz bunga e'tibor bermasligimiz kerak. Mana kommentariyalarni o'qidim, bir-birini so'kib kommentariy yozgan. Yaxshi, miyasi to'liq odam buni darrab tushunadi. Birdan tushunadi buni. O'sha millatlar orasidagi nifoq uyg'otadiganini. O'zbekiston 120 dan ortiq millat bor. Bizda millatchilik unaqa narsa yo'q davlatimizga, Xudoga shukr. O'sha men yaxshi joylarda ishlaganman, endi bu ochiqlash shart emas. O'sha yerda ham Totor millati ham bor edi, O'zbek millati ham bor edi, Rus millati ham bor edi, Tojik millati ham bor edi, Qozoq millati ham bor edi. Hammamiz birgalikda ishlaganmiz. Bir dasturxonda o'tirganmiz. Hech kimda naqasan tatar, san o'zbek, san qozoq, san tojik, san qirg'iz yoki san rus yo boshqa unaqa gap bo'lmagan ham, lekin bo'lmasa ham kerak. Chunki hammamiz yagona O'zbekiston bayrog'i ostida O'zbekistonning shu qonunlarini himoya qilib, manfaatini himoya qilib, xalqini himoya qilib, chegara daxlsizlikni himoya qilib, birgalikda bir maqsadda ishlaganmiz. Mana bu video provokatsiyalarga e'tibor bermaylar. Endi mana sizga yana bir narsani ko'rsataman hozir. Birorta fuqaroga shunaqa noinsoniy munosabat qilgan bo'lsa, albatta reaksiya qilish kerak. Reyd nimaligini kerak bo'lsa Rossiyani huquq muhofaza qilish idoralariga o'rgatish kerak. Bu reyd degani urtib degani emas. Между прочим, bu o'zbekistonliklar u yerda asirga olinmagan. U yerda o'zbekistonlikmi farqi yo'q, boshqa davlatning fuqarolari bo'ladigan bo'lsa ham Bu ne важно bu video. Lekin mana shu inson millati qozoq. Rasul Kuchurboyev millati qozoq millatidan kelib chiqqan. Mana shu O'zbekistondir, O'zbekiston vatanim mening deb mana shu migrantlarning g'amini yeyapti, chiqishlar qilyapti. Shuning uchun hamyurtlar, hamshaharlar bitta like bosamiz. Mana bu millatchilarga u Qozog'istondan chiqadimi, Qirg'izistondan chiqadimi, Tojikistondan chiqadimi, ijtimoiy tarmoqda bitta blog bosib yuboringlar, tamom. Farqi yo'q, blog bosib yuboringlar. Turkmandan chiqadim, boshqadan chiqadim, farqi yo'q, bitta blog bosib yuboringlar. Turkmanistonni nimasini kuzatmadim, nimasini birontasi chiqib o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman deb ajratgani yo'q, kuzatganim yo'q. Ular ham yaxshi
millatdoshimiz, elatdoshlarimiz hammasi, dindoshimiz hammasi. Bir narsani bilib tushuninglar. U qozoqmi, o'zbekmi, qirg'izmi, tojikmi, turkmanmi yoki boshqa millatmi, musulmon diniga mansublar. Hammasi o'lsa janoza o'qiladi, tug'ilsa quloqiga azon aytiladi, uylansa nikoh o'qiladi. Hammasiga Qur'oni Karim Allohdan tushirilgan shu buyuk kitobda, buyuk ilmni hammasi Qur'oni Karimga, islomga itoat qiladi. Bir xillari misol uchun xristianga ehtiyot qilish mumkin yoki buddizmga, lekin yagona bayroq ostida hammamiz yashayapmiz. Bu millatchilikka e'tibor bermaslik kerak, buni blokka tiqish kerak. Hurmatli tepada o'tirgan organ odamlari, rahbarlar, bu narsaga jiddiy qarashinglar. Chunki davlatni taktubi bilan yemiradigan bu millatchilik. Elatchilik, millatchilik, elatchilik, tarafdorlik. Bu chetdan dushmani keragi yo'q. Bu narsaga chek qo'yish kerak, o'g'ir statyani bosish kerak, bitta ikkitasini ushlab, rubob tiqish kerak, ko'rgazma qilib. Qancha mana o'zbek millatini so'kib tashladi, Valeriyani bir bolasi olib kelib tiqdilar eski. Xuddi ana shunaqa qilib bularni joylashtirishga bu ifloslar Yevropaga yuribdi, Amerikada yuribdi. Ular chetdagi o'sha o'zini rahnomolari, o'zini o'sha to'g'ri tilda aytganda maxsus topshiriqlarni olib, maxsus xizmatlar tomonidan tayinlangan odamlar bular. Mana Kanadani ko'rsatyapti, hozir uni ko'rsatyapti. Bu shunday bo'lmasa bo'lmaydi, bizniki shunday bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, bizniki bo'lmaydi. Bizniki nima qilamiz? Or qilamiz bunaqa narsadan bizlar. Salomat bo'lasizlar, bitta like bosamiz, millatchilikka chek qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.